biz nafaqat o'zimiz uchun, balki bizdan qolajak avlod uchun ham javobgarmiz. Bizning salomatligimiz albatta farzandlarimizniki hamdir. Avvallari kattalarda kuzatilgan kasalliklar hozir nega yosh bolalarda kuzatilyapti? Chang havo, ekologiya buzilishi, yeguliklardagi ximikatlar, gadjetlardan tarqalayotgan radiatsion nurlar va hokazo ichki va tashqi omillar organizmimizni zaiflashtirishda davom etmoqda. Xo'sh, yechim nimada? Qanday kurashish lozim? Organizmimizdagi zaiflik, doimiy stress va madorsizlik, kayfiyat yo'qligi, xohish pastligi, yillar davomida orttirilgan erkak va ayoldagi surunkali shamollash, biz doim uyalib ayta olmaydigan xastalik va muammolarimiz. Bizdan qolajak avlod yo'lidagi to'siqlarni oldini olish vaqti keldi. Xurmo changi ana shu kabi kasalliklar va zaiflikka davo ekanligi ming yillar avval bobolarimizga ayon edi. Faqat tabiiy fermentlardan hosil bo'lgan Ajr Family butun oila kelajagi salomatligi uchun jinsiy zaiflik, shu yo'llardagi shamollashlar, farzand ko'rishga to'sqinlik qiluvchi kasalliklarga qarshi kurashuvchi darmon vositasi, farzandlarimiz salomatligi uchun juda zarur bo'lgan D3 vitaminiga boy mahsulot. O'zbek zamini hali dunyoga al-Buxoriylarni, al-Xorazmiy, al-Beruniylarni tuhfa etadi. Uning uchun biz sog'lom bo'lishimiz kerak. Ajr Family to'kis oila va sog'lom avlod uchun.